Avvalgi hurmatli obunachilar, Qo'qon bozor kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'yasizlar. Hop, biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan sizlarga arzon sifatli oyoq kiyimlarni faqat optim narxini, dona emas, optim narxini ko'rsatib o'tamiz. Bunaqangi larapyanolar kiygan, rosa sezonga bop. Hop. Sotishga qulay. Pachkasida bularda 6 ta bo'ladi. Rasvetkalari bor. Hop, keyin foydalansa bo'ladigan skidkaga tushgan narsalar bor, skidkaga tushgan. Hop, mana ular bor. Bularda narxi 38 mingdan beryapmiz pachkaga faqat. Pachkasida 5 ta, 10 ta bo'ladi. Hop, razmeri 39, 43, 40, 44 bo'ladi. Olib yaxshi foydalansalaring bo'ladi. Buni rasvetkalari seriyasi, hop, keyin bejivisi bor. Buni padojlarni ham ko'rsatib o'tasizlar. Padojlari ham bexijolat, yaxshi narsa. Hop, endi mana qoralari bor. Qoralari narxi ozgina 45 mingdan beryapmiz. Bu qoralari yangi padojda chiqqan, ahamiyat bergan bo'lsalaring. Hop. Razmeri 39, 43. Faqat pachkaga shunaqangi narx. Hop, tomlisining mana ular ham juda chiroyli chiqqan. Bu rosa foydalansa bo'ladigan hadovoy narsa, yozichi ketadigan narsa. Mana rasvetkalari bir 50 xil, 60 xil rasvetkasi bor. Telegramdan yozsalaring, mana svetlari ham juda chiroyli ekan. Telegramdan yozsalaring, sizlarga Telegramdan hammasini, rasmlarini, narxlarini tashlab beraman. Rasvetkalarni bitta-bitta ko'rsatib o'tyapman. Yonlarida rezinkalari ham bor, qorasi, mana smoklisi, hadovoy svetlari. Keyin hop, mana bunaqangi krossovkalar ham bor. Bunaqangi krossovkalar ham bor. Bularning narxi 50 ming so'm. Hop, mana unisi bor. Bularning narxi 55 ming. Razmeri 39, 43, pachkada 6 ta bo'ladi. 39, 44 ekan. Hop, keyin baquvvatroq kerak desa, bunaqangi baland padojligi bor. Buni ham narxi 55 mingdan. Buni rasvetkalari, mana rasvetkasi. Hop, bunisi ham narxi shunaqa 55 ming. Bu ham shunaqa qilib beraveramiz. Hop, mana unisi ham juda chiroyli svet. Juda chiroyli. 12 ta viloyatga dastavka bor. 12 ta viloyatga chiqarib beramiz. Yo'l krosini pochtadan chiqaryapmiz. Pochta 1-kilosiga hop 15-20 ming adashmasam. 25 ming oladi, qolgan kilolarga 5 mingdan oladi. Ko'proq olsalaring Isuzuga beramiz. Isuzu bitta qopini 100 ming so'm, 120 ming so'mdan olib ketyapti. Uni chishkalar ham juda chiroyli chiqqan, bag'aga o'zi rosa ketadigan narsalar. Hammasining rasmlari bor, ekran ostida nomerlar bor. Mana ipli so'raganlarga mana iplilari ham bor. Ipli modellari ham bular. Padojni ham ko'ryapsizlar, Sketcher. Sketcher deydi, cheshka demaydi. Hop, bularning narxi 63 mingdan. 63 mingdan. Narxlar tushdi. 5 ming, 10 ming so'mdan bugundan boshlab narxlar tushdi. Buna krossovkalarimiz ham bor. Mana krossovka ham juda chiroyli. Shu krossovkalar ham juda chiroyli. Mana cheshkalar ham hadovoy. Shular ham narxi 45 ming. Xo'p. Savollaring bo'lsa Telegramdan yozsalaring javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.